sarashyapti hash kuni oylik bitta bordi. Hashmutmenda. Men sarashkuni ko'rib oldim. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Jondor tuman Mahmud Tarobiy mahallasida ana bugungi ishimiz Namoz akani xonadonlariga ko'rib baho berasizlar. Assalomu alaykum Namoz aka. Assalomu alaykum. Aka qana bo'ldi? Zo'r bo'ldi. Ustolardan rozimisiz? Ming bor rozi. Ana ishlaringiz tugatibdi bolalar. Ustolar biron qiynab qo'ymadimi? Talishni aytgan keldimi? Zakoni bo'lmasa. Gap yo'q aka, gap yo'q. Klientlarga nima deb murojaat qilasiz aka? Rahmat sizlarga. Boshqalarga tavsiya berasizmi yana bizamiz? Hayır. Adresiga bering, tamom ketaveradi ular. Ana ko'ringlar obunachilar, bugungi obyektimiz tugadi. Bir muddat ko'rinmay qolganimiz o'ziga yarasha sabablari bor. Ozgina bir oydan oshiqroq ishlamaganimiz sabab bor. O'shanga bugundan yana ish boshladik, ish faoliyatimizni boshladik. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Qancha xizmat bo'lsa, qanaqa xizmatlar bo'lsa, tuni qilib beramiz.